Ha, yaxshi qildik shu balkonga chiqib juda ham qaranglar, juda ham yaxshi mazza qilib o'tiribmiz. Ha, kapot, qara ob-havo ham muncha yaxshi, ko'ryapsizlarmi? Ha, ob-havo yaxshi. Kofe ham juda ham shirin. Ozgina shu balkonda o'qiyapman, tushib ketamiz deb o'ylayapman. Iltimos, pastga tushaylikchi. Hozir mana bu kafemi ichib olay, kofemi. Oh, muncha shirin kofe. Короче, bolalar kimdir uyda yotib tursa bo'ladi. Mening uyimda remont bo'layotgan edi-da. Iltimos, kimdir uyda yotib turing, vaqtinchalikka. Bu yerda bitta uy borku, o'sha uyda yashab tursang bo'ladi vaqtinchalik. Mer ham qarshi bo'lmaydi albatta. Yashab turish yerda. Yo'q, men u yerda hech qachon yashamayman. Nima bo'ldi? Nimaga yuzing o'zgarib ketdi? Kapot, bilmaysanmi, u yerda arvoh yashaydi-ku. Qanaqa arvoh? Nimaga men bilmayman. Men o'sha yerda yashayman, o'sha yer oldida va men har doim kechqurun u yerda xalqlar ovozini eshitaman. Juda ham qo'rqinchli, men bormayman. Qarachi u yerda arvoh yashaydi-da. Menga qiziqtirib qo'ydinglar, juda ham qiziqtirib qo'ydinglar. Xo'p, boraylikchi, qaysi uy ekan? Barchaga salom, men Kompot. Bizning yangigina videomizga xush kelibsizlar. Xo'sh, qani qaysi uy ekan? Menimcha shu uymi? Ha, shu uy. Bu eng qo'rqinchli va bu yerda paranormal holatlar bo'ladi juda ham ko'p. Unaqa paranormal, unaqalarga men hech qachon ishonmayman. Bu prosta cho'pchak, xolos. Va Kapot, rostdan ham ishonmaysanmi? Men bu yerga bir marta kirib ko'rganman. Ha, eslayman. Eshikdan sekingina kirganimda sirosiyla oldimda bitta kraska turgan edi. Qo'rqmanglar, bu oddiy uy, xolos. Hech qanday qo'rqinchli joyi yo'q. Mana sizlarga ko'rsataman. Nima bu o'zi? Mana men senga nima degandim? Operatsiyalik stol nima qilyapti bu yerda, a? Bilmasam, balki qandaydir qishloqnikidir. Siz qishloqda ko'rgansan bunaqa operatsiyaning stol borligini. To'g'ri aytasizlar, hech kimda yo'q. Nima deyishdi ham hayronman. Aytibki, nima degandim men senga? Bu paranormalniy uy. Muncha qo'rqasizlar, balki kimdir qoldirib ketgandir. Ha, juda ham kulgili. Mayli, men ketdim. Men ham qishloqlar qayerga ketdilar? Shu bitta stoldan ham qo'rqyapsizlarmi? Sen qo'rqmaysan, to'g'rimi? Meni hech kim qo'rqita olmaydi, axir. Bu oddiy stol bo'lsa shundan ham qo'rqamanmi, axir? Ha, to'g'ri aytding qishloqqa. Oddiy stol bo'lsa shundan ham qo'rqib o'tiramizmi? Mayli, bular ham ketishdi, men ham uyimga ketdim. Xayr. Davay, Kapot, men ham hozir ketaman. Mayli, qishloqqa men ketdim. Bu oddiy shu stoldan ham qo'rqishsa. Xo'sh, bo'lmasa men ham hozir taksi chaqiraman. Hozir qo'ng'iroq qilamiz. Qarash, nimalar tovush eshitilyapti bu yerda? Shu mana bu uyda nimalar eshitilyapti? Hozir kirib ko'raylikchi. Nima bo'lyapti? Menimcha taraka bo'lsa kerak. Taraka albatta. Albatta. Qochish kerak. Bu nima bo'ldi? Mana bu va mana bu. Nima kim do'qlatyapti? Yo, salom qishloqqa. Kapot, ona bu devorda qanaqadir qizil qonlar turibdi, qanaqadir. Nima, tushunmadim. Iltimos, sekin gapirgin. Kapot, qishloqlar to'g'ri aytishgan ekan. U yerda arvoh bor. Qanaqa arvoh? Sen ham aytyapsan endi? Yo'q, bu rost ekan. Men u yerda har qanday tovushlar eshitildi va men kirganimdan keyin u yerda devorda qon. Rostdanmi? Mayli yurchi ko'raylikchi. Rostdanmi ekan? Kapot, men yaqinlashganimda har xil tovushlar eshitildi. Lekin men hech qanday ovoz eshitmayapman bu yerdan. Ichkariga kirib ko'r. Mayli, sekin. Kim bor? Nima? Men tushunmadim, qani devorda qizil qonlar bor edi. Men hech qanday qonlarni ko'rmayapman. Hech qanday qon yo'q-ku. Meni qo'rqitmoqchimiz? Yo'q, Kapot, men seni qo'rqitmoqchi emasman, lekin bu yerda paranormal holatlar bo'lyapti. Xuddi arvoh bordek bu yerda. Bolalar, nima bo'ldi? Bu yerda nima bo'ldi? Har qanday ovozlar eshitdik. Mana bu qo'rqib ketdi-da. Bu ham arvoh deb bor deb o'ylayapti mana bu yerda. Yo'q, bu yolg'on emas. Men ko'rdim qonlarni. Ko'zlarimdan ko'rdim. Qishloq, sen ham ko'rdingmi buni? Yana boshladinglarmi? Yo'q, hech narsa. Bu qanaqadir, balki ko'zinglar ko'rgandir. Hech narsa yo'q. Senga gapirish oson. Sen ko'rmagansan-da bunaqa narsalarni. Albatta ko'rmayman. Axir unaqa narsalar yo'q. Bo'lmasa meni uyimda bir kun yashab ko'r. Yo'q, o'zimning uyim bor axir. Ko'rdingmi, Kapot, sen ham buni qo'rqasan. Bu yerda hamma qishloqlar bu uydan qo'rqishadi.
Ha bo'ldi-da, gap yo'q. Men isbotlayman, bu yerda hech qanday arvoh, hech qanday paranormal, hech narsa bo'lmaydi bu yerda. Men ishonmayman, bo'ldi. Men shu yerda bir kun uxlab qolaman. Men sizlarga garantiya beraman, hech narsa yo'q. Yo'q kapot, uxlama bu yerda. Men sizlarga isbotlayman, bu yerda hech qanday arvoh yo'q. Kapot, o'zing ham nima deyotganingni bilyapsanmi? Kechqurun meni oldimga kelmagin vobshe. Ha. Hali ko'ramiz. Men shu yerda uxlab qolaman bir kun va isbotlayman. Qanaqadir arvoh bormi deyshadi. Men ishonmayman, bu yerda hech qanday arvoh yo'q. Men 100% bilaman. Hozir narsalarimizni tayyorlaymiz. Hammasini oldim, to'g'ri, ham mech, ovqat, hammasini oldim, verstak, hammasini olganman. Mana bular hammasi, telefon ham ehtimol qarish kerak bo'lib qoladi va ryukzagimizda fonarik, nimaga tinitib oldim. Hammayli turaversinchi, biron narsaga kerak bo'lib qolishi mumkin. Hammayli qilichni ham ehtimol qarshi oldim. Yana bir narsa osilib qolmasin, hali nima bo'lishini bilmayman. Hammayli qishloqlar hozir uxlashayotgan bo'lsa kerak. Men esa hozir ovqatlarimni hammasini ichkiga borib ketdim. Kapot, iltimos, yo'qqa borma, iltimos, kapot. Yana nima bo'ldi? Yana nimani ko'rdinglar? Kapot, iltimos, borma. Bu yerda paranormal narsalar bo'ladi, iltimos, bu yerda uxlab qolma. Yo'q, qishloqlar, men bu narsalarga ishonmayman. Yo'q, kapot, iltimos, borma, seni yo'qotib qo'yishni xohlamayman. Yo'q, meni to'xtata olmaysizlar. Men o'sha yerda bir kun uxlayman va sizlarga isbotlayman. Xo'sh, ketdik bo'lmasami? Tushunmadim. Nimaga uy rangsiz? Ana ko'rdingmi kapot, qanaqadir rangsiz uy. Yana bilmaymiz, ichkarida yana nimalar bor ekan. O'zidan o'zi eshik ochilib ketadi. Juda ham kulgili. Ana arvoh eshikni ochdi. Yo'q, men baribir shu yerda uxlayman. Mayli kapot, omadlaymiz, biz ketdik. Mayli, ketaveringlar. Kapot, bu yerda qanday uxlaysan? Bu yerda axir svet yo'q-ku, qanday? Qo'yur, baribir bu yerda hech qachon svet bo'lmagan. Men shu yerda uxlayman. Mayli, xayr qishloqqa. Mayli, omad tilayman. Mayli, sen ham ketaver. Xo'sh, bo'pti, mayli. Eshikni yopamiz. Shu ham qo'rqinchlimi? Oddiy qaranglar. Oddiy uy bo'lsa, lekin qanaqadir rangsiz uyda. Mayli, bilmadim sababi nimagaligini, lekin menga juda ham yoqdi. Qaranglar, oddiylar. O'zi вообще-то kelganim ham yaxshi bo'lgan ekan, qaranglar. Tinchgina o'tirman. Masalan, mana buni olib tashlayminkina, shu yoqqa divon qo'yaman. Oppa, bo'ldi, olib tashladim va endi mana bu divonimni qo'yaman. Nimani kimdir do'qlatdimi? Yo'q, men shunga eshitdim. Kim bor? Kim do'qlatdi? Iltimos, qo'rqitmanglar meni. Kim do'qlatdi kechqurunda? Qayramon. Sizlar ham eshitdinglarmi? Kimdir hozir do'qlatdi. Eshikni taqillatdi aniq. Mayli, menga shunaqa tuyulyapti. Mayli, mana bu versak qo'yamiz. Xo'p, bo'ldi. Хорошо. Nima shundan ham qo'rqib o'tirasizlarmi? Lekin ozgina qo'rqinchli. Mayli, hech qisi yo'q bo'pti. Zo'r yo'li bor. Mana bu fonarikni olamiz. Fonarik olib tursa, aniq qo'rqmayman 100%. Bo'ldi. Nima? Tushunmadim. Sizlarga ham sezilyaptimi? Nimaga svetim o'chib yonyapti? Tushunmadim, yaxshi ishlamayaptimi bu? Tushunmadim, nimaga o'chib qoldi? Yo'q, iltimos, kinolarga o'xshab o'chib qoldi. Nimaga doim kinolarga o'xshaveradi? Mayli, eshikni ochaylik. Nima? Nega eshik ochilmayapti? Men mana buni batareykasini almashtirib ochirdim. What the fuck? Nimaga ochilmayapti? Men bu yerda qolib ketdim. Mayli, bo'ldi. Vahima qilmaymiz. Bo'sh nima qilamiz? Xo'sh. Bo'ldi. Qishloqlarga kimdir ko'rsammikin? O'zimning qo'shnimga qo'ng'iroq qilaman. Qo'ng'iroq qilib gaplashib o'tiraman. Xo'sh. Tushunmadim. Nimaga svязь yo'q? Nimaga svязь yo'q? Nimaga bu yerda svязь yo'qmi? Nima qilamiz endi? Mayli, ovqat yeyman, mayli. Non, go'sht. Nima qilaman? O'ylana olmayapman. Mayli, bir amallab o'tiramiz. Bo'pti.
O mana bu o'yin zo'r ekan. Ha, men 2 soatdan beri o'tiribman bu yerda, lekin hech qanday tovush, hech qanday devorlar yozuvlar yoki qon ko'rmadim. Ha, demak men isbotladim. Ha, bu yerda hech narsa yo'qligini isbotladim. Ha, bo'ldi. Hozir hamma uxlayotgan bo'lsa kerak menimcha. Ha, bo'ldi. Men ham uxlayman yaxshilikcha. Juda ham uyqum kelyapti. Hammaga xayrli tun. Nimani tovushi eshityapti? Nimani tovushi? Nima bu? Qon qanaqadir. Hozirroq fonarik, hozirroq politsiya. Nima qilaman? Nima bu? Eshik nega ochilmayapti? Yordam. Eshik ochildi. Yo'q, to'g'ri aytishibdi. Bu qanaqadir paranormal, qanaqadir arvoh bor bu yerda aniq. Paranormal, qanaqadir qo'rqinchli bu. Bo'ldi men. Yo'q, bu juda ham qo'rqinchli. Yaxshilikcha bu uyni portlatib tashlayman. Ha, yaxshilikcha portlatib tashlagan yaxshi. Qoch bo'ldi. Bo'ldi. Nimani tovushi eshitildi? Yo'q, meni tovushi, ovoz menga xuddi bilding, endi oldin eshitgandek tuyulyapti-da. Qishloqlar. Men qayerdaman? To'xtanglar-da. Hozir tushib oling. Nimaga bu yerda turibsizlar? Nima tushunmadim. Kompyuter, kraska, qizil kraska va rangsiz kraska tushunmadim. Kapot, biz hammasini tushuntiramiz iltimos. Kapot, biz просто senga hazillashmoqchi. Hazillashmoqchi. Nima tushunmadim. Nima? Men tushundim. Kapot, nima bo'ldi? Qanaqadir ovozlar eshitdim. Qishloqni men topdim. Kim alik ujus kimligini topdim. Mana bu qishloqlar ekan. Rosti? Ha, biz qildik. Iltimos, bizni kechiringlar, boshqa qilmaymiz, iltimos. Voy, yaramaslar. Men bular deb kechqurun uxlamay olmadim. Yaramaslar, qarab turgin. Kapot, sen nima qilishni bilasan-a? Albatta bilaman.